Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari. Mana hozir Oxunboboyev kanalida Jamoatchiy shaharchamizdagi tashlamasdan ozgina sizlarni tanishtirib o'tishni maqsad qildim. Ya'ni bu kanalimiz mana bu yerda to'sma bor, mana ko'rib turganlaringdek bu to'smani hozir ko'tarib qo'ygan, ostidan suv o'tyapti mana. Tushirsa suvimiz narigi tomonga Amur Temur xo'jaligiga kirib boradi, narigi ariq bilan ko'ryapsizlar. Bu tarafda gigant tomonga ketadigan ariqdan ketadi yana. Ko'rib turganlar, gigant deganda qani gigant emas, bu baynalmilal tarafga ketadigan. Suvda shovqinni ko'rib turibsizlar do'stlar mana. Qanday sizlarga zavq beryapti bilmadim. Hozir ovozim eshitilyaptimi, eshitilmayaptimi meni. Mana do'stlar ko'rib turganlaringiz. Tarafcha kanalimizni oqib kelish tarafi do'stlar mana. Qanday ovozim sizlarga eshitilyapti do'stlar? Ko'rib turganlaringdek. Mana hozir men o'rtasidan olaman videoga, mana qarab turinglar do'stlar. Bu tomonda ham o'ng tarafimizda to'sma bor, ko'tarilib tushiriladigan. Bu tomon narigi boshqa bir tarafga ketadi suv. Mana bu yerda yana bittasi bor, mana do'stlar ko'rganlaringdek. Hozir yo'lni u tarafidan ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Ya'ni aniqroq ko'rinadi. Mana bu ham to'sma, bu tarafga ham ariq ketyapti bitta. Kanalimiz u tarafda, nari tarafda yana bitta ariq bor. Mana ko'rib turganlaringiz do'stlar. Mana bunday ko'rsatsam do'stlar sizlarga aniqroq ko'rinadi. Mana oldi plandan ko'rsatib o'taman mana do'stlar. Bu narigi chekada bitta to'sma, bu taraf yopiq ekan. Asosiy kanal ketyapti. Bu tarafda yana bitta to'smasini ko'rganlaringiz do'stlar. Suv sathi baland hozircha.